Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun ikkinchi mavzuyimiz, ya'ni varoq chegaralari masshtabi va orientatsiya mavzusini ko'rib chiqamiz. Varoq chegaralari masshtabi va orientatsiya. Birinchisi mana varoq chegaralari. Xo'p, biz avvalambor oldin ham aytib o'tgan edik, varoq chegaralari, ya'ni xo'p, sizda hozir men shunaqa pechatka berib qo'yganligim uchun bu chiziqlar paydo bo'ldi. Varoq chegarasi deganda aynan mana shu uzuk chiziqlar mana bu tomonda ham ko'rinib turibdi. Uzuk chiziqlar, agar buni kichikaytiradigan bo'lsam ham yaqqol ko'rinadi. Mana birinchi varog'imiz chegarasi, ikkinchi varog'imiz chegarasi, mana uchinchi varog'imiz chegarasi, uzuk chiziqlar, minglab uzuk chiziqlar bizning Excel'imizda varoq chegarasi hisoblanadi. Bu narsa agar sizda yo'q bo'lsa, bir marta Excel ish faylingizni bir marta prosmotr и pechat qilish orqali, nazorat qilish orqali yoki bu bo'limlarga, graniца rejimlarga o'tish orqali mana nimalarda varoq chegarasini o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin, paydo bo'lib qoladi. Xo'p. Varoq chegarasini ko'rdik. Xo'p, keyingisi masshtab. Masshtab nima? Bu masshtab shunday narsaki, misol uchun pechatka bergan prosmotr и pechat. Prosmotr и pechatni qayerdan hosil qilardik? Xo'p. Настройка panel bistro доступida mana prosmotr и pechat. Bitta bo'lsam yo'q qoladi, bitta bo'lsa degan bo'lsam paydo bo'lib qoladi. Shunday tartibda bo'ladi. Xo'p. Keyingisi mana pechatga beraman, prosmotr и pechat qilaman. Xo'p, bu yerda mana bez masshtab degan joy bor. Graniца nimaga o'tadigan bo'lsak, ustunovkada bu yerda naturalniy velishiniy mana nimasi turibdi. Bu joyda misol tariqasida mana 150 qiladigan bo'lsam, ya'ni jadvalimiz umuman noto'g'ri holatga kelib qoldi. Hop, buni yana bir nimasiga o'tadigan bo'lsak, mana orientatsiya bor. Orientatsiya mavzusi mana keyingisida turibdi. Mana orientatsiyani ham birga qo'shib o'tib ketaylik. Orientatsiya bu nima? Orientatsiya bu mana albomni knijniy orientatsiya. Ya'ni hozir knijniyda turibdi. Knijniyimiz ya'ni A4 format. O'zi format turlariga keladigan bo'lsak, kimda xabar bor, yo'q. Xo'p, A3 misol uchun katta o'lcham 2 barobar bunga nisbatan katta o'lcham. Biz list ishlatamiz, ya'ni bozordan sotib oladigan listlarimiz A4 format hisoblanadi. Bu standart razmer, ya'ni 21 sm ga 29 sm bo'ladi. Hop, eni 20 nimasi? Eni 21, bo'yi 29.7. Hop, 29.7 ga buni eniga buni 2 barobar, ya'ni A3 formati. A3 formati shunaqa bo'ladi. Shunaqa tartibda ketaveradi. Kichinalar mana letter kichinaroq, bu ham katta ekan. O'lchamiga qarab mana qaysi kichina, qaysi kattaligini bilib olsak bo'laveradi. Mana AX 42 ga 59. Otkritkalarda belgisi, mana konvertlarda o'lchami. Hammasini ko'rishingiz mumkin. Fayl o'lchamlari standarti A4, A3 bunga 2 barobar keladigan, mana shu listda yana bir list paydo bo'ladigan o'lchamimiz. Demak, A4 ni ko'rdik. Endi A4 da ham qanday albomni knijniy holati. Knijniy holati bunaqa holatda turadi. Albomni holati orientatsiyalar bunaqa holatda turadi. Mana shu narsalar orientatsiya deyiladi. Ya'ni albomni orientatsiyaga o'tkazadigan bo'lsa, mana jadvalim menga qulay. Ko'rsatishga qulay. Xo'p. Endi bu yerda misol jadvalimiz bitta listga yaxshi sig'ishi uchun mana shu parametrni mana 150 qilganmiz. O'zi standart holatda 100 turgan edi. O'kaydi bo'lsa, mana kichkina ikkalasi ham sig'ib qolishi mumkin. Bu nimaga kerak bu? Siz jadvalingizda kattaroq bitta listga sig'ish uchun yoki 2-3 ta jadvallarni bir-biriga sig'ishligi uchun nima bo'ladigan mana shu orientatsiya, keyin hop bittaga nima edi? Masshtab, orientatsiya, varoq chegaralar hammasi birga ishlaydi. Ayniqsa mana shu masshtab bilan orientatsiya birga ishlaydi. Bu yerda mana listga sig'ishi, ko'tarilishi standarti 100 turadi. 100 turgani holatda sozlashda o'rganganingiz sizga ma'qul keladi.
Demak, shuning bilan uchala mavzuda ham o'tib bo'ldik. Hop, jadval chizig'lari, Excel chizig'lari mana bu chiziqlar. Hop, keyingisi просмотр и печатda orientatsiya albomnik, nijniy orientatsiyalar, keyingisi mana qog'oz turi, A4 format, A3 format, keyin parametr stransiyada masshtab o'lchami. O'lchamga qarab o'zgarishlar bo'lyapti. Misol 80 qilib qo'ysam, menga yana ham mana shu bitta listga to'liq keladi, sig'ib qoladi. Shu narsalarni tushundik. Bu yerdan esa Excel'imizni, jadvalimizni kattalashtirib, nechta listlar kitob shaklida va kichiklashtirib yana mana shu o'lchamga olib kelishimiz mumkin. Excel'da ishlash har tomonlama qulay. Salomat bo'ling.